Assalomu alaykum. Azizlarim, Instagram, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Telegram. Har biringlar xush kelibsizlar. Nurli qalblar, muqaddas yuraklar. Har biringizni bugungi efirimizda ko'rib turganimizdan xursandman. Agar savolinglar bo'lsa, savolinglarni adminimizga yo'llab qo'ysanglar bo'ladi. Adminimizni gruppamizga qoldirganmiz. Savol bo'lmasa, men bugun sizlar bilan sekingina mavzu, ya'ni maqsadli efir qilamiz bugun. Biron bir mavzuni ochib berishga harakat qilaman. Xush kelibsizlar. Bugun mavzumiz ko'pchilikni talab va iltimoslariga binoan aynan pul haqida bo'ladi. Pul o'zi nima? Pul aslida siz ishonsangiz ham, ishonmasangiz ham hayotimizda, borlig'imizda juda ko'p bo'lgan energiya, ya'ni havo qanchalik ko'p bo'lsa, dunyoda pul shu darajada ko'p bo'ladi. Ya'ni yaratganning dargohida shu darajada ko'p bo'ladi deb ishonsangiz ham, qanaqa qabul qilsangiz-da, shu darajada pul sizda ko'p bo'ladi. Faqatgina dunyoda shu darajada pul ko'p bo'lsa, nimaga sizda pul shunaqa ko'p emas, yetarli emas? Sizda pulni qabul qilish chegarasi bor. Ya'ni aytaylik, uyingizda havoni kirishga fortishkani ochadigan bo'lsangiz, havo almashishi mana shu ozginagina kichkina fortishka orqali bo'ladi. Agar siz derazalarni katta ochadigan bo'lsangiz, demak uyingizga havo deraza orqali kirib keladi. Eshik derazalarni baravar ochadigan bo'lsangiz, havo xuddi shunaqa almashadi. To'g'rimi? Demak, hayotingizda sizga pul kam kirib kelyaptimi? Nimagadir shu pulning sizga kam kirib kelishida sizga foyda tarafi bor. Mana shuni misollar bilan tushuntirib bermoqchiman. Masalan, ya'ni bizda ong bor, ong osti bor va miyamiz bor. Biz yoshligimizda, tug'ilganimizda oppoq qog'oz bo'lganmiz. Hech qanaqa tajriba bo'lmagan, ya'ni kompyuter xotirasi deymizmi, qanaqa tushunishinglar kerak bo'lsa, xuddi shunaqa oppoq qog'oz bo'lganmiz. Lekin hayotimiz davomida sekin siz ko'raverasiz, ya'ni ota-onangiz bilan gaplashilayotganda, masalan, ota-onangiz pulli deb talashgan bo'lsa, ya'ni ularni tajribasi edi, lekin siz o'shalarni eshitib qolgansiz. Ya'ni onangiz pul so'ragan paytida, "Adingiz qayerdan topaman, men shuncha pulli, nimaga faqat pul deyverasan-da?" yo'q pul deyildi, bo'ldi. Bu sizni tajribangiz emasdi. Bu ota-onangiz tajribasi edi. Lekin siz shunda oldingizda uni o'sha oq qog'ozingizga yozdingiz. Ya'ni pul yo'q ekan. Pul xohlaganda kelmas ekan dedingiz. Xuddi shunaqa voqealarda, masalan, aytaylik, yana boshqa voqealar bo'ldi. Ya'ni kimnidir ko'rdingiz, hayotingizda sal katta bo'ldi. Kattaroq yoshga yetganingizda kimdir o'zi boy emas edi, lekin boy bo'lishni boshladi-da, keyin uni yurish-turishi o'zgarishi boshladi. Egoga berilishni boshladi, ya'ni manmanlik unda rivojlanishni boshladi. Gap so'zlari o'zgarishi boshladi. Sizga nisbatan yoki boshqalarga nisbatan toni o'zgarishi boshladimi? Siz aytasiz, puli ko'p bo'lganligi uchun o'sha holat bo'lyapti. O'sha insonda shunaqa bo'ldi. Demak, puli ko'p bo'lishi menga zarar ekan dedingiz. Endi kompyuterga qanaqa xotira yozilgan bo'lsa, shu narsalar namoyon qilinganda, bizni ong ostimizga qanaqa xotiralar berilgan bo'lsa, xuddi shu narsalar sizga namoyon qilib beraveradi. Ya'ni sizga pulsizlik hozirgi holatingizda sizga xizmat qilayotgan bo'ladi. Sizni nimadandir asrayotgan bo'ladi.
hozir sen pulga chiqmagin, pulga chiqsang bilasanmi, ana qo'shningga o'xshab mensimay ketasan odamlarni. Yoki qaysidir bir qo'shningga o'xshab pul topasan deb, ko'p pul topgandek bir kunda yonib ketgan. Sen ham shunaqa bo'lish xohlaysanmi? Seni pullaring ham shunaqa bir kunda yonib ketsinmi? Da foydasi yo'q-ku bu narsani. Yoki qancha pul ko'p topadigan bo'lsang, buni javobgarligi bor. Sen javobgarligini ham olishni bilishing kerak. Shuning mana shu narsalar sizga pulga ochilishingizga to'siq bo'lib turadi. Endi siz nima qilishingiz kerak? Endi siz aytishingiz kerak, mana shu tajribalar meni tajribam emas edi. Har qanaqa tajriba bu amakimning tajribasi edi, bu ota-onamning tajribasi edi. Men ularni qabul qilaman. Qabul qildim, lekin men ularni tajribasi ekanligini tan oldim va endi qo'yib yuboraman. Sevgida qo'yib yuboraman. Men ularning tajribasi orqali nimadir oldim, o'rgandim. Endi esa sevgida qo'yib yuboraman deyishingiz kerak. Sal naqa gapiramiz ekanman, qarang. Yana o'zingiz uchun hozir bir ikkita texnika o'rgatmoqchiman sizlarga. Tasavvur qilinglar. Ko'zinglarni yumib, bemalol o'zingizni bo'sh qo'yib, birinchi o'rinda men bilan takrorlang. Bugungi efirda men pulga ochilmoqchiman. Men serobgarlik o'lchamlariga ochilmoqchiman. Shohona yashashga o'zimga ruxsat beraman. Shu bilimlarni olishga o'zimga ruxsat beraman. Va bu holatda menga hech kim xalaqit bera olmaydi. 100% bilimlarni qabul qilishga tayyorman deb ayting. Endi bugun men bilan birgalikda ishlab oling. Qaysidir bir vaziyatingizda farqi yo'q. Siz pul xohlayapsiz. Pul aniqlikni yaxshi ko'radi. Har doim nimaga sizga pul kerak? Masalan, ota-onangiz munosabatini ko'rgansizlar-ku. Ota-onangiz munosabatini ko'rgansiz. Onangiz masalan pul kerak adasi deb so'raganda, nimaga pul kerak deb so'raydi-ku. Xuddi shunaqa siz ham Xudodan pul so'raganda aniq maqsad uchun so'rashingiz kerak. Aniqlikni yaxshi ko'radi pul. Endi hozir siz o'zingizga nimani anchadan buyon o'ylab yuruvdingiz. O'sha narsani o'rtaga tashlang. Hozir men bilan masalan aytaylik, men juda xohlardim birdaniga butikka borib yoki bozorga borib 3 millionga kiyim olishni. Yoki bilmadim, yoki qanaqadir mashina sotib olmoqchisizda, sizni holatingiz, o'zingizni holatingizni o'rtaga qo'yasiz. Yoki juda katta qarzsiz va mana shu qarzni tugatishni xohlaysiz, qutulishni xohlaysiz. O'shani o'rtaga qo'ying. Meni maqsadim hozir mana shu narsani qutulmoqchiman. Shuning uchun menga pul berilsin deb ayting. Pul kelsin. Men o'zim ruxsat beraman. Ertaga menga bozor qilishim uchun, ko'ylak olishim uchun menga 3 million pul berilsin. Siz o'zingizni holatingizni ayting. Xohlasanglar gruppaga yozsanglar bo'ladi. Ichinglardan nima o'tyapti, o'sha ko'tarilish bo'ladi. 3 million pul faqatgina kiyim uchun aytaman. Lekin siz shunaqa summa olishingiz kerakki, sizni ongingiz qabul qila oladigan summa bo'lsin. Masalan, oldin hech qachon o'zingizga hattoki 500 mingga ko'ylak olishga ruxsat bermagan bo'lsangiz,
birdaniga 3 millionga qo'yni olaman desangiz, buni ongingiz qabul qilmaydi. Shuning uchun siz ongingiz qabul qiladigan summani ayting. Qancha summani qabul qila oladi? Masalan, o'sha o'ylagan niyatingizga, rejangizga qancha summani siz qabul qila olasiz, o'sha summani aytasiz. Qarzi borlar, masalan, aytaylik $40,000 qarzlar bor, $30,000 qarzlar bor. Qancha summani hozir to'lashga tayyorsiz? Masalan, aytaylik $30,000 dan $5,000 ni men shundoq ertaga to'lab yorishga kesin pul men tayyorman shuni qabul qilib olishga deb ayting. Endi tasavvur qiling, sizga shu summa keldi. Men qo'ylikdan tushuntiraman deb aytdim. Bozorga chiqib yoki butikdan o'sha qo'ylikni olmoqchisiz. Qanaqa hislar o'tadi ichingizdan? Ketdi boshlaysiz, voy 3 millionga ham kiyinamanmi? Voy egoist bo'lib ketyapmanmi? 3 millionga balki bolalarimga qo'shib olsammikin? 3 million summani ichida erta indin gapim bor edi. Gapimga qanchanidir saqlab qo'ysammikin? Bo'lyaptimi shunaqa holatlar? Men bilan aktiv ishlasanglar yechib olasizlar. Matlubaxonjonginam, asalginam xush kelibsiz. Ko'rganimdan xursandman. Bo'riloy, sizni ham ko'rganimdan xursandman. Fatima jonim, juda ham aktiv ishlaysizlar-ku men bilan. Hozir xohlasanglar, Baxtli kelajak akademiyasi chatiga yozsanglar bo'ladi. Birgalikda ishlab ketamiz. Nima o'tyapti ichingizdan? Bu mavzuni hali sizlar bilan ishlamaganmiz, to'g'rimi? Nima o'tdi o'sha paytda? Siz aytasiz, 3 million summaga o'zingizni holatingizni aytasiz. Qanaqa qilib? Nima uyg'ondi? Qanaqa to'siq uyg'ondi? Men qizlar qanaqa o'qisam bo'ladi? Baxtli kelajak chatini qanaqa o'qisam bo'ladi? Telefonimni nimadir berasizlarmi? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom jonginam. Vaziyatingizni aytsangiz, Bo'riloy, hozir men bilan juda zo'r ishlab olasiz. Tasavvur qildingizmi? Men aytgan summani tasavvur qildingizmi? Xohlasangiz bo'lishsangiz bo'ladi. Nimani tasavvur qildingiz? Sizdan nima his o'tdi? Juda ko'pchilikda o'tadi. Yoz olsanglar, matluba siz ham yozing. Birato'la Fotimaxon siz ham yozsangiz bo'ladi. Qaysi vaziyatda tasavvur qildinglar-ku, qanaqa sizda blok chiqishni boshladi? 6 million pul tasavvur qildim. Xo'p, 6 million pul tasavvur qildingiz. Nimaga tasavvur qildingiz? Nima olaman deb tasavvur qildingiz shu 6 millionni? Tikuv mashinasi olish uchun. Xo'p, молодец. Tikuv mashinasi olish uchun. Endi qarang. Bo'riloy, ertaga mana siz Xudodan bugun pul so'radingiz, ertaga sizga 6 million berildi. Haqqoniy ishlaymiz. Har doim o'zingiz bilan haqqoniy bo'lish kerak-da. Siz ayting, mana 6 million pul berilganda siz shunday olib mashina olib kelishga tayyormisiz? Yoki 6 millionga boshqa narsalar chiqib turibdimi? Anaqa haqqoniy bo'ling. Haqqoniy bo'ling. Qo'lingizga 6 million tushdi. Rosa o'ynatadi shu paytda. Men juda ko'p odamlarni bilaman-da. Hozir oddiy nimada aytadigan bo'lsam, efirda aytadigan bo'lsam, yillab ozgina 200 minglik, 300 minglik narsani olamagan odamlarni bilaman. O'shani sababini topolamiz. Nimaga sizga tikuv mashinasiga pul kelmayapti? Shuni sababini topmoqchimiz. 6 million pul keldi-da. Masalan, qizingiz aytibdi, "Ona, men maktabda deyapti, bir narsaga pul yig'yapti" deyapti, mana sizga yaxshiroq ochib bermoqchiman. Va mana shunga endi menga kerak ekan 300 ming berish kerak ekan. Uyalyapman. Qayoqqadir borar ekanmiz, 300 mingdan yig'yapti. Hamma boryapti. Masalan, 30 ta o'quvchi bor, 28 tasi ketyapti o'sha yerga. Menga pul bera olasizlarmi deyapti. Turmush o'rtog'ingiz o'sha pulni bera olmaydi. 6 million qo'lingizda turibdi. Qizingizga berasizmi 300?
Hamma o'zinikini tasavvur qilsin. Berasizmi? Keyin aytyapti, mana svet, bugun o'chiramiz, svet o'chib qoldi. Uyingizda pul yo'q boshqa. Eringizda ham boshqa hech kimda pul yo'q, svet srochniy yoqish kerak. Qizingizga berardingiz. Svetga berarmidingiz? Da, svetga berardingiz. Молодец. Rahmat jonim xo'riqu. Svetga ham berardingiz, qizingizga ham berardingiz. Aytyapti, opangizmi, ukangizmi aytyapti, onam mazasi bo'lmay qolibdi, ko'rib kelamizmi deyapti. Ko'rib kelasizda, o'sha 6 millionni borib sarflaysizmi? Ko'rdingiz? Endi qarang, pulingiz 6 million pulingiz bor edi, qizingizga berdingiz 300, svet o'chib qoldi, to'layapsiz uni-da, onangizga-da. Endi sizda 6 million bormi? Endi yo'q, sizda 6 million. Mashina bormi? Yo'q. Xuddi shunaqa ishlanadi. Sizdagi bloklar xuddi shunaqa ishlanadi. Ya'ni siz o'ylaysiz, "Da, men mashina olishim kerak, qo'limda pul turibdi" deysiz. Qo'limda pul turibdi, lekin onam mazasi bo'lmayapti. Men qanaqa qilib bu pulni ushlab turaman deysiz. Qanaqa qilib bu pulni ushlab turaman? Mayli, mashinani keyin olarman deysizda. Borasiz o'sha to'liblar borasiz onangizlarga. Onangizlarga bormang demoqchi emasman, to'g'ri tushuninglar. Hozir yana ham aniqlab beramiz yoki qizingizga bermang o'sha pulni deb boring deb mashina olib oling demoqchi emasman. Bu prosta bizadagi ichki bloklarimiz bo'ladi. Ya'ni chiqaveradi bu yerda sizga o'yinlar taklif qilinaveradida, sizga sekin-sekin o'sha mashina olmasligingiz uchun har qanaqa o'yin taklif qilinaveradi. Xarajatlar shunaqangi kelib chiqaveradi. Qaysidir bittasi nimadir yegisi kelib qoladi yo nimadir bo'lib qoladi. Tushunyapsizmi? Demak, siz nima qilasiz? Siz borasizda o'sha onangizga sarfladik, qizingizga berdik, xo'p, svetni yoqdik. Endi bizga 6 million pul ketdi. Keyin siz yana aytasiz, "Ey Allohim, menga 6 million pul ber, men mashina olay" deysiz. Sizga yana 6 million beriladi. Da? Va siz yana 6 million ushlab turibsiz. Keyin shunaqa holat bo'lib qoldi. Srochniy bir opangizmi, singlingizni to'yi bo'lib qoldi-da. Endi nima qilishingiz kerak? Unga kiyinishingiz kerak. To'yini olib borishingiz kerak, tog'ora qilishingiz kerak-da. Nima qilasiz? O'sha saqlab qo'ygan 6 millioningizdan olasiz-da, sarflaysiz, shunaqami yo'qmi? Da, to'yga borish kerak, ko'rdingiz? Mana shunaqa o'ynaydi. Endi men o'zim bitta holatni aytaman. Shuni boshqacharoq tushuntiraman. Hozir mana Allohdan so'radingiz, sizga 6 million berdi, lekin siz so'ralgan narsaga ishlatmayapsiz. Ya'ni Allohga aytdingiz 6 million pul ber menga. Men mashina olaman dedingiz, Alloh berdi, siz uni boshqa joyga ishlatdingiz. Yana so'radingiz, yana berdi, yana boshqa joyga ishlatdingiz. Endi shuni o'zingizning hayotingizga tatbiq qilamiz. Turmushga chiqqanlar o'zlarini turmush o'rtoqlari bilan tasavvur qilsin. Turmush qurmaganlar o'sha ota-onasini hayotidanmi yoki kimlarnidir hayotini kuzatgansiz-ku. Masalan, onamiz aytadi, "Gilam yuvishga pul bering, adasi, gilamlarim kir bo'lib ketibdi" deydi. Keyin nima qiladi? Adamiz, masalan, turmush o'rtog'imiz gilam yuvishga pul berdi. Boshqa narsa chiqib qoldi-da, masalan, dasturxonga qo'yadigan idish tovoqmi, boshqami oldingizdan chiqib qoldi. Juda ham yaxshi ko'rib ketdingizda, o'shani sotib oldingizda, endi oylikkacha nima yo'q, o'sha gilam yuvishga pul yo'q sizda. Endi nima qilasiz? Keyingi oylikni yana kutasizda, adasi juda zo'r idish tovoq edi-da, shu deysiz. Shuni olib qo'ydim, keyin gilam yuvishga menga pul yetmay qoldi deysizda. Endi yana bering deysiz. Keyin yana beradi sizga. Xuddi shunaqa yana ishlatib yordingiz-da, yana boshqa bir narsa, muhim narsa chiqib qoldi. Yoki aytaylik, qizingiz aytayapti, oyoq kiyimim yirtilib ketdi, ona deyapti, men yura olmayman-ku, bunaqa deyapti. Bordingiz-da bozordan, siz nima qildingiz? Oyoq kiyim sotib oldingiz-da. Endi gilam yana qolib ketdi.
gilam yana qolib ketdi. Endi turmush o'rtog'ingizdan yana gilamga pul so'radingiz, nima deb o'ylaysizlar? Javob beradimi gilamga pul, yuvishga yozvoringlar, asallarim. Hadi. Jonim Matlubichka, asalginam Fotimaxon bermaydi, to'g'ri bermaydi. Xudoyim ham nima qiladi? Sen har safar mashinaga pul so'rayapsan, tikuv mashinaga men beribman. Sen o'zing olging kelmayapti dedi. Tushunarli bo'lyaptimi? Nimadir yangilik olasizlar. Demak, shu holatda siz nima qilayotgan bo'lasiz? Mana shu puldan qizimga oyoq kiyim olib bermasam, Alloh menga boshqa pul bermaydi deb aytgan bo'lasiz. Siz agar ko'zingizni yumib tikuv mashinasi olgan bo'lganingizda, sizga boshqa joydan o'sha qizingiz uchun ham pul kelgan bo'lardi. Svetni yoqish uchun ham, elektr uchun ham pul kelgan bo'lardi. Lekin ularga siz nima qilardingiz? Alohida yana so'rardingiz. Turmush o'rtog'ingizda masalan aytaylik, zo'r idish bor ekan, ona adasiz shuni olsam bo'ladimi desangiz beradi, to'g'rimi? Aniq maqsadga ishlatmaganimiz uchun ham pulni yoparkanmiz. Ya'ni boyagi holatda sizda blok ko'p chiqaveradi. Men aytdim, qo'ynaydan tushuntirdim, to'g'rimi? Menga turmush o'rtog'im 3 million pul berdilar, aytibdilar, mana borganda kiyinib kelgin deyaptilar. Nima qilamiz? O'sha 3 million pulni olamiz, bozorga chiqamizda boshlanadi bizda o'yin boshlanadi. Voy 3 millionga qanaqa qilib sen egoist bo'lib ketyapsanmi? O'shani 1 millionini hatto bolalaringga sarfla deymizda. Bolalarimga olib bering, 2 millionni o'zimga sarflay. Voy menga nima turmush o'rtog'im o'ylaganimdan ko'p bervardi-da, o'sha 2 millionini ishlatib 1 millioniga onamga zo'r sovg'a olsammikin? Yoki o'sha gapga saqlab qo'ysammikin? Boya aytganimdek. Chunki nima qilyapsiz? Sizda ishonch bo'lmayapti. Bu ishonchsizlik, ikkilanish. Ya'ni siz Allohning qudratiga ishonmayapsiz degani. Ya'ni siz ichingizda borliqda havo qanchalik ko'p bo'lsa, pul shunchalik ko'p bo'lishiga ishonmayapsiz degani. Faqat shu 6 millionni ichidan ishlatishim kerak deyapsiz. Siz nima qilishingiz kerak? Texnika o'zingizga aytasiz, menga berilaversin shu pul borliqda. Allohning dargohida o'zingiz qanaqa qabul qilsangiz, pul juda ko'p. Men hozir shu 6 millionga mashina olaveraman, tikish mashina. Men so'rasam, Allohim o'sha qizimga ham beradi, elektr energiyaga ham beradi, onamga dori olishimga ham beradi. Lekin hozir men mana shu pulni mashinaga so'rab oldim, o'sha mashinaga ishlatishim kerak deyishingiz kerak. Tushuntira oldimmi? Assalomu alaykum qadrdonam, Mavlonqulova. Va alaykum assalom quyoshim. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Mavlonova, keyingisini o'qiy olmadim. Ismlari 3281. Xush kelibsiz. Hozir nimanidir anglay oldinglarmi? Da, молодец. Endi qarang, yana bir narsa aytaman. Juda bugun sizlarga men ham foydali, ham tushunarli bilim bermoqchiman. O'ylamanglar, shu webinar tekin ekan, hamma o'tgan narsalar, hamma bergan narsalar beriladi deb men saxiylikda bermoqchiman. Ya'ni pul to'lashga hozir imkoniyati bo'lmagan odamlarda pul chiqarishga imkoniyati yo'q, lekin bilim olishni xohlaydi, hayotini o'zgartirishni xohlaydi. Shuning uchun tashkil qilganmiz bu narsani, vebinarni. Shuning uchun savolinglar bo'lsa, nimadir yecholmayapsizlar, bemalol murojaat qilaveringlar. Bu endi bitta nimani aniqlab oldik. Malohatxon, assalomu alaykum Ranopa, yaxshimisiz? Xayrli kun. Va alaykum assalom sevgim. Xush kelibsiz.
Endi qarang, ikkinchi vaziyatni qarab chiqamiz. Ikkinchi vaziyat. Endi siz juda o'zingiz ustingizda ko'p ishlagansiz, juda ko'p psixologlarda o'qigansiz, pul kursini nechtasini bitirib tashladingiz. Men o'zimda o'qiganlarim bordi. Qarang, boshida men bilan o'qiyotgan paytida, men ularga tushuntirgan paytimda nima uchun pul kelmaydi, pulning qanaqa bloklari bor, qanaqa to'siqlari bor, hammasini tushuntirgan paytimda ularda o'zgarish bo'lishi boshlaydi-da. O'zgarish bo'lishi boshlaydi, pul kelishni boshlaydi-da. Keyin sekin-sekin o'sha 1 oy o'tgandan keyin, kimlardadir 2 oy o'tgandan keyin, kimlardadir 3 oy o'tgandan keyin pul patogi qaytadan yopilishni boshlaydi. Sabab nima deb o'ylaysizlar? Ikkinchi sababini tushuntirmoqchiman. Bitta vebinarni o'zida sizga 2-3 ta vaziyatni ochib bermoqchiman. Vaqtimiz yetgancha qilamiz. Keyin siz o'ylaysizda, hozir men bu vaziyatni kengroq ochib beraman. Shunaqa bo'ldi. Bir gruppamga dars o'tdim. Dars o'tgan paytda shunaqangi zo'r insaytlar oldim. Ranopa, hayotim oldingi va keyingi bo'linib qoldi deyishdi-da. Judayam odzivlarni zo'r oldim. Keyin 2 oydan keyinmi, 3 oydan keyinmi bilmadim. 6 oydan keyinmi o'sha gruppaga kirib, "Qanaqasilar, holatinglar yaxshimi?" deb so'radim. Ro'za Haydarova, xush kelibsiz jonginam. Judayam xursandman mana sizni ko'rganimda. Ular aytibdi, boshida zo'r natija bo'ldi, keyin bo'lmadi. Sizlarga o'zim o'qigan bitta reportajni aytmoqchiman, ko'rgan reportajimni. Ronaldoni hamma taniydi. Hamma taniydi, butun dunyo taniydi, to'g'rimi? Ular aytibdilarki, hech kim, hamma ham Ronaldo bo'la olmaydi. Men bunga 100% aminman. Nimaga Ronaldo bo'la olmaydi hamma? Hammaga ham o'sha qo'l berilgan, o'sha oyoq berilganda, o'sha kuch berilgan. Ronaldoni boshqalardan ustun tarafi uni ichki intizomi, o'ziga nisbatan talabi. Ya'ni qanaqa holat bo'lishidan qat'iy nazar u nima qiladi? Yugurishga chiqish kerakmi? Do'l yog'adimi, yomg'ir yog'adimi, qor yog'adimi, farqi yo'q, u nima qiladi? Yugurishga chiqadi. To'g'rimi? Bir kunda shuncha marta trenirovka qilish kerakmi? Tanani qiladi shu narsani. Tanasiga qanaqa vitamin berilish kerak? Berilish kerakmi? Beradi shu narsani. Aynan o'ziga nisbatan ichki intizomi uni shu darajaga yetkazgan. Endi siz masalan Ronaldoni ko'ryapsiz, juda o'g'il bolalarga tegishli gap. Ronaldoni o'yiniga juda havas qildingiz-da, juda havas qildingiz, Ronaldoga o'xshamoqchisizda. Siz o'tirib olib nima qildingiz? Ronaldoni to'p tepish usullarini o'rganib chiqdingiz, texnikalarini o'rganib chiqdingiz-da, yugurishni boshladingiz, 1 oy yugurdingiz va o'sha qilayotgan mashqlarini hammasini o'rganib chiqdingiz-da, qilishni boshladingiz. 1 oy sizda oldingi holatdan ancha o'zgarish bo'ldi. Lekin hali Ronaldoga yetishga ancha bor, to'g'rimi? Lekin nima qiladi? Tana charchashni boshlaydi. Tana charchaydi. Yugurganda o'sha bilasizlar, 5 kun masalan yaxshi yugurasizda, chiqdingiz kelmaydi, erinib qolasiz, to'g'rimi? Har qanaqa holat bo'ladi, yoki uyingizga mehmon kelib qoladi, yoki ishingiz chiqib qoladi, yoki kechqurun kech uxlagan bo'lasiz, nima qilasiz? Ertalab yugurishga chiqa olmaysiz. Demak, o'zingizga ichki intizom qo'ymayapsiz. Aytasiz, "Voy, bugun qo'ya qolsam hech narsa bo'lmaydi-ku, shu bir kun kechroq Ronaldo bo'laman" deb. To'g'rimi? Nima qilasiz? Yugurishga chiqmadingiz, ichki intizom buzildi. Keyin xo'p, boringki 3 oy shunaqangi mashq qildingiz-da, lekin tanangiz o'zgardi, juda zo'r o'zgardi. Sizda kuch-quvvat kirishni boshladi, yengillik kirishni boshladi, lekin charchoq ham shunga erisha bo'lyapti-da. Ko'ryapsiz, masalan, o'tda etilyapti, Ronaldo masalan soatiga shuncha daqiqa, shuncha joyi bosib o'ta oladi yoki shuncha minutda shuncha joyi bosib o'ta oladi masofani. Siz u narsaga yetishga ancha bordi sizga.
siz nima qilasiz, tushkunlikka tushishni boshlaysiz. Mendan baribir unaqa kelmaydi. Endi shuni 3 oy shug'ullanganimda hozir shu natijaga kelibman-da. Mendan Ronaldo chiqmaydi deysiz-da. Intizomni shundoq buzasiz-da. Keyin haqiqatda sizdan Ronaldo chiqmaydi. Nimaga endi mana shuni psixologiyaga moslashtiramizda. Siz o'qidingiz psixologiyada qaysidir bir kursda, boshida mana shu narsa sizga yoqdi. Ustozingiz aytganlari yoqdi yoki o'sha treningda aytilgan narsalar sizga juda yoqdi-da. Endi siz ustoz bilan birga o'qiyotgan paytida u bilan shug'ullanyapsiz-da. U bilan shug'ullangan paytda sizda ozgina bo'lsa ham nimalardir o'zgarishi boshlovdi-da. Yoki undan keyin ham shug'ullanyapsiz-da. Lekin shunaqangi boyaga aytganday o'yinlarga tortib ketyapti. Ya'ni boshqa yaxshiroq tushuntirsam, ko'ylakni birinchi marta 3 millionga ola olasiz ko'zingizni yumib. Chunki Ranopa shunaqa degan deysizda, shunda borasida 3 millionga olasiz. Keyingi safar hammada bo'ladigan xatolik, keyingi safarga ana ko'ylakga nima qildingiz? 3 million so'radingizda, 3 million Alloh sizga berdi. Keyingisida uje siz unaqa sarfla olmay qolasiz. Shunaqa holatlar bo'lgan bo'lsa, yozsanglar bo'ladi. Sarfla olmaysiz uje, aytasiz, voy, boshlanadi uje, u yoqda o'yin boshlanadi. Ranopa aytaveradi, Ranopani yashash sharoiti bilan men juda ko'p eshitganman. Juda ko'p eshitganman. Ranopaga osondek, meni holatimda yashamaganlar-da ular. O'shancha. O'shaning uchun ular bemalol gapiryapti. Men har safar ko'ylakga 3 million sarflaydigan bo'lsam, men kafanga do bo'laman deysiz. Lekin boya aytdim sizlarga, siz qabul qilgan summani aytishingiz kerak. 3 million emas. Masalan, siz shu paytgacha 200 mingga o'zingizga ko'yning, hech qachon ravo ko'rmagandirsiz. Shunaqa holatlar bor, 50 mingga ravo ko'rmagandirsiz. Kimdir yozyapti, jonginam, men o'qiyolmayapman. Vot asalgina mana ko'rdingiz. Ravo ko'rmagansiz, birinchi marta ravo ko'rasizda. Men shunaqa odamlar bilan ishlaganman. 12 minglik narsalarni o'zlariga hech qachon ravo ko'rmaganlarni eshitganman. Ravo ko'rvardingizda, o'zingizni egoistdek hisoblab ketasizda. Voy, o'tgan safar oldim, shuni 50 mingga ko'yni oldim, yana olaman, undan ko'ra ana bolalarimga sarflamaymanmi? Bu egoistlik emasmi? O'zini o'ylash emasmi? Shunaqangi o'yinlarga tortadi sizni. Keyingi safar o'zingizga ruxsat bermaysiz. Demak, siz nima qildingiz? O'zingiz bilan o'zingiz kelishib oldingiz. Bo'ldi, men bu yog'iga endi faqat o'sha pul qonunlariga asoslanib yashayman degandingiz. Lekin nima qildingiz? Ichki intizomni buzdingiz. Ya'ni siz ongingizni o'rgatishingiz kerak edi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, endi men o'zimga shu erkinlikni beraman. Men endi o'zim uchun ham sarflashni o'rganaman. Deyishingiz kerakda, yo'q, mana bu to'siqdan o'ta bilishingiz kerak. Ya'ni boya aytdim-ku, yugurganda charchoq paytida to'xtab qoladi odamda. Xuddi shunday, shaxsan o'zim ishlata olmayman. To'g'ri aytasiz. Xo'jayinim ko'ynaga oldi pul beradi, lekin ko'zim qiymaydi. Ko'ynaga oldi pul beradi, lekin ko'zingiz qiymaydi. Keyin sizga pul ham kelmaydi. Ko'ynaga pul kelmay qo'yadi. Boshqa narsaga pul kelaveradi. Xolodilnikka pul keladi, ishoning, uyga pul keladi, kvartira olishga pul keladi, imенно ko'ynak olishga pul kelmaydi, Roza Haydarova. Jonim, rostdan shunaqa bo'ladi. O'shaning uchun nimaga mo'ljallagan bo'lsangiz, aniq narsa. Mana men oylik oldim, chiqib somsak yeyman dedingizmi, yeyishingiz kerak shu narsa. O'rgatishingiz shu narsa. Jonim. Ko'p sinalgan rostdan shunaqa jonim, rostdan shunaqa. Endi qarzi borlar qanaqa qilib yakunlaydi? Qarzi borlar ham xuddi shunaqa. Siz boya aytdim, $40,000 qarzingiz bor edi, $5,000 qo'lingizga berildi. Siz Xudodan so'radingiz, $5,000 ber, nimaga qarzdan qutula olmaysiz, bilasizmi? Men unaqa odamlar bilan ham ko'p ishlaganman. $5,000 qo'lingizga berildi, $5,000 qo'lingizda turibdi.
lekin o'g'lingizmi kimdir aytyapti, men chet elga borib o'qimoqchiman yoki boshqa narsa deylik, yoki uyingizni remont qilishingiz kerak, srochno. Nima qilasiz? Srochno remont qilmasam bo'lmaydi, ya'ni masalan suv quvurlari buzilib qolibdi deysizda, suv quvurlariga ishlatib tashlaysiz, yoki boshqa yoki o'g'lingizga sarflaysiz yoki boshqa qilasiz, qarabsizki qarzdan baribir qutula olmaysiz. Tushundingiz? Endi siz butunlay o'zingizni Allohga topshirib yuborish shunaqa bo'ladi. Ko'zingizni yumib borib, mana hozir mana shu 5000 dollarni men olib borib beraman, da. Quvur bo'lsa unga ham so'rasam Alloh beradi deya olasizmi? Asl ishonch shunaqa-da. Biz aytaveramiz, Alloh borligiga ishonasanmi? Ha, ishonaman. Musulmonmisan? Musulmonman. Kimnikidir mikrofoni yoqilib qoldi, asallarim. Lekin asl ishonch o'zimizda bo'lmaydi. Bu ikkinchi blok bo'ladi. Shuning uchun xuddi shunaqa o'rgatamiz. Endi siz boyaga aytgan texnikam nima deyishingiz kerak? Men ishonaman, Allohga ishonaman. Berilursin menga. Berilursin. Uyga ham berilursin pul. Ko'ylakga ham berilursin, Ro'za Haydarov. Berilursin hammasiga. Men tayyorman serobgarlikka, ochilishga. Men tayyorman asl xursandchilikda yashashga, asl baxtda yashashga deyishingiz kerak. Endi yana bir boshqa narsa aytmoqchiman. Savollaringiz bo'lsa bemalol qabul qilamiz. O'rtoqlar, men sizlardan so'ramoqchi edim. Darsimiz, vebinarimiz qiziqarli bo'lyaptimi? Nimadir foydali narsa ola olasizlarmi o'zingizlarga? Qarang, maqsad yozganingizda, pul so'raganingizda, rahmat kattakon Ro'za Haydarova juda qiziqarli bo'lyapti deb yozibsiz. Aytmang menga, mayli berilursinchi, menga 10,000 dollar xohlayman. Keyingi judayam kerakli momentni aytaman. Pul bilan ishlaymizda, keyin pul so'rang deb aytiladi-ku, yozinglar deydi. Masalan, psixologlar. Bizning eng katta ошибкamiz yana keyingisi nima deymiz? Cheksiz, chegarasiz tarzda pullar berilursin deymiz. Farzandlarimizni duo qilamizda, bizga hozir mana shu holatda rosa puling ko'p bo'lsin bolam, boy bo'lgin. Cheksiz, chegarasiz pullar berilursin. Men o'zim shunaqa duo qilardim. Lekin mana shu noto'g'ri narsa ekan. Ya'ni aniqlik yo'q. Aniqlik yo'q. Oyiga shuncha pul topgan Xudo xolasa demaymizda, aniq so'ramaymiz. Cheksiz, chegarasiz sizni ongingizda qanaqa? Allohim u narsani belgilay olmaydi-da. Yana boshqa narsa, har doim ehtiyot bo'ling. Bu so'z juda zo'r ishlaydi. Siz boya aytdingiz, voy endi 3 millionni sarflab qo'ydim-da ko'yniga, voy uyat bo'ldi bolalarimdan, uyat bo'ldi, uyimda shuncha odam bor-da, men shuncha pulni sarflab qo'ydim, voy dod, endi pul kelmaydi menga dedingizmi? Allohim shu darajada sizni yaxshi ko'radi. U sizga xizmat qilish uchun juda ko'p yordamchilarni yerga tushirib qo'ygan bo'ladi. Xalq orasida aytiladi-ku, ikkita yelkangda farishta turadi. Bo'lish ongi yo'q deb aytamiz. Bu narsani Matluba juda yaxshi biladi. Bu yerda qo'shilganlardan Fotimaxon juda zo'r tushunadilar bu holatlarni-da. Biz bilan birga ishlab kelayotganlar hozir boshqalar ham tushunadi. Bo'lish ongi yo'q deymiz, ya'ni dualnost. Farishtalar farqlab o'tirmaydi. Ular uchun yaxshi yomon degan narsa yo'q. Nimani xohlasangiz o'shani amalga oshirib beraveradi. Ya'ni Allohim ularni sizga yordamchi qilib berdi. Pul yo'q dedingizmi? Bo'ldi, o'sha pul yo'qlikni xohlayapti mana shu bandam deydi. Sizni hayotingizga pul yo'qlik vaziyatlarini olib kirib beraveradi. Ya'ni men baribir qanaqa xohlasam ham hayotimda masalan 5 milliondan ortiq pul topa olmayman.
yoki 1 million $1000 man ortiq topolmayman, chunki mani nima deymiz, o'qimaganman, boshqa qilmaganman, balo edi, battar edi, shunaqangi zo'r bloklaringiz chiqadi-ku. Kalaqitolmay Ildizgajonim. Nima o'sha paytda shunaqa bo'ldi. O'qimadim, senga pul yo'q, menga pul kelmaydi deysizmi? Nima qiladi mana bu farishtalar? Bo'ldi, o'qimagan, pul yo'q deydi. Ya'ni sizni ongingiz, mana bu miya shunaqangi aqlli bo'ladi, ong osti shunaqangi aqlli bo'ladi. Siz nima desangiz o'shani bajarishga tayyor turadi. Ya'ni hayotimda menda pul yo'q, men shunaqa qiynalib yashashga mahkumman deysizmi? Bo'ldi. Miya o'zi qidirmoqchi edi-da, anglab yetmoqchi edi nimaga pul yo'qligini sizni hayotingizda. Lekin siz egasiz, o'sha miyaga egasiz. Siz yetdingiz, yashashga ham yomonga ham farishta o'min, yaxshiga ham yomonga ham farishta o'min deydi-da. Burloy shunaqa deydi. Qarang, siz aytdingiz, bo'ldi, meni hayotimda pul yo'q, men o'sha kambag'allikda yashashga mahkumman dedingiz. Endi o'sha ong endi qidirmoqchi edi-da. Qidirmoqchi edi pul vaziyatlarini. Yo'q dedingizmi? Buyruq keldi meni boshlig'imdan, ya'ni boshliqdan buyruq keldi. Meni hayotimda, bizni hayotimizda pul bo'lish kerak emas ekan. Bizani hayotimiz ssenariysi bo'yicha umuman pul kelish kerak emas ekan deydi-da. To'xtatinglar ishchi deydi. Bo'ldi, biz endi pulsizlik ssenariylarini yashab o'tishimiz kerak ekan. Aksincha siz aytsangiz, pul ko'p, borliqda juda ko'p pul. Xudo tarafdan pul juda ham ko'p. Lekin nimagadir menga hozir pulsizlik holati kerak ekan. Hayotimda pulsizlik holati menga xizmat qilayotgan ekan. Desangiz, mana bu ong ishlashni boshlaydi. Demak, biz boshqacha hayotda ham yashashimiz mumkin ekan. Lekin nimagadir o'zimiz yopayotgan ekanmiz. Davay ishga tushinglarda topinglar, nima uchun bermayapmiz o'zimizga erkin yashashni, pul yaxshi kirib kelishni nima uchun bermayapmiz? Qidiringlar, topinglar deydi. Tushundingiz? Ana shunda qidiringlar, topinglar deganda sizdan bloklar kelib chiqishni boshlaydi. O'sha o'zingiz to'sib qo'ygansizda, taxlab boshida tushuntirdim-ku, oppoq qog'ozdingiz, lekin qaysidir bir xotiralar sekin-sekin daftaringizga yozdingiz. O'sha oddiy xotiralarni oldingizda miyangizda yashikchalar bor edi, piramidalar deb aytsak ham bo'ladi. Ana shunga joylab olgan edingizda, ya'ni kimdir pul to'plagan, o'sha puli yonib ketgan, yoki kimdir masalan pul to'plagan, man bo'lib ketgan, yoki qimorda yutqizib qo'ygan deylikda, to'g'rimi? Yoki lotereyada juda katta pullar tikib olganda yutqizib qo'ygan holatlari, yoki juda katta biznes qilaman dedikda, biznesimiz o'xshamadi-da, bankrotga tushdikda, o'sha pulimiz yo'q bo'lib ketdi, to'g'rimi? Ana shu xotiralarni bitta miya chiqarib beradi. Sen mana bor edi, mana shuni ishlashing kerak edi. Shuning uchun senga hozir mamnaqangi katta ochiq edi o'zi, mamnaqa qilib olgansan-da, sujet qilib olgansan uni deydi. Tushuntira olmayman? Menimcha tushuna olasizlar. O'shanda ko'rsatib beradi. Ya'ni siz pul ko'pligiga ishonishingiz kerak. Pul yo'q, yomon hayotda yashashingizga ishonishingiz emas. Shunchaki pul bor, lekin nimagadir sizga kelmasligi, sizga xizmat qilyapti, ya'ni sizni himoya qilyapti. Ya'ni pul bo'lsa, siz nima qilib ketasiz? Ana qo'shningizga o'xshab man bo'lib ketib qolasiz. Pul bo'lsa, pulingizni qiynalib ishlaysizda, pulingizni. Keyin u pulingiz birdaniga yonib ketsa nima bo'ladi? Shuncha ishlaganingiz, shuncha to'plaganingiz birdaniga yonib ketsa nima bo'ladi? Degan narsalarni chiqarib beradi. Endi bu holatda qanaqa ishlaysiz? Texnika beryapman, yana ham texnika berib o'tyapman.
Sizlar bilan ham o'sha o'zingizni bloklaringizni topib olamiz. Siz uchun bu webinar yangilik bo'lyaptimi? Hozir men berayotgan ma'lumotlar ozgina bo'lsa ham yangilik bo'lyaptimi? Yozib yuborasizlarmi? Matlubaxon, sizga ham yangilik bo'lyaptimi? Qani bizani qizlar Fotima nimadir ola olsizlarmi? Xo'jayinim alhamdulillah yaxshigina pul topadilar. Topish yomon emas, lekin qanaqadir baraka yo'qdek. Xuddi shuncha ishlasa ham barakasi yo'qdek tuyulyapti. Shunga ham yechim bering debsiz. Jonim, yechim beramiz. Hozir bu vaziyatda chun valdingizlar, sizga javob beraman. Hozirgi savolingizga, ya'ni xo'jayiningiz zo'r pul topadilar. O'zingizga shundoq ko'zingizni yumib quloq solib tursangiz ham bo'ladi. Lekin xo'jayiningizni katta boy bo'lib kelishi sizga kerak emas. Ya'ni siz hayotingizda mana bu piramidalarda qaysidir bir joyda shunaqa joylashtirib olgansiz. Erkak kishidek pul ko'p bo'lsa quturib ketadi. Erkak kishi ko'p pul bo'lsa boshqa ayollarga o'ralashib qoladi. Ko'rdingiz? Ana. Jonim. Bittada topildi. Demak, qarang, Ro'zaxon, eringizni pulsiz holati sizga xizmat qilayotgan ekan. Yangilik bo'lyapti, Isabek. Rahmat, kattakon. Birinchi vebinarning o'zida siz ancha-muncha vaziyatlaringizni yechib olasizlar. Demak, siz nima deyishingiz kerak? Mayli, erim ham pulli bo'lursin, ham yaxshi erkak bo'lursin, menga sodiq erkak bo'lursin. Bir taraflama bo'lishi shartmi? Bizani yana eng katta blokimizni aytamiz. Bolaligimizdan kirgizilgan bu blok, ota-onamiz o'rgatganda, ko'chaga chiqqaningizda ko'chalardan o'rganganmiz. Bir kam dunyo deymizda. Juda katta blokda bu. Hech qanaqasiga bir kam dunyo emasda. Har taraflama rivojlana olasiz. Har taraflama yaxshi bo'la olasiz, chunki Allohning dargohi keng. So'raganingizni beraveradi. Bolangiz uchun, masalan, mayli o'yinchoq berdim senga, lekin non bermayman demaysiz-ku. Bizdagi juda katta blokda bu. Yo'q, faqat yoki pulsiz bo'lish kerak, erim. Sodiq bo'lish kerak. Yoki puli ko'p bo'lish kerak-da, hamma bilan bemalol gaplashib ketirish kerak. Tushunasizmi? Endi qanaqa yechim beramiz? Mana sizni holatingizda tushuntiraman. Sizda demak bo'lgan, masalan, ammalarda, xolalarda bilmadim yoki boshqa bir tanishingizda yoki bir eshitgansiz, ko'rgansiz, faqat oddiy bir kinolarda ko'rib qolsangiz ham bo'laveradi. Ya'ni erkak kishi pul topgandan keyin-da nima bo'lgan, yurish-turishi o'zgarishi boshlaganda, o'shanda bo'lgan, ammangizda bo'lgan yoki xolangizda bo'lgan, nima deyishingiz kerak? Men qabul qilaman, tan olaman. Qabul qilaman, tan olaman. Bu mening tajribam emas edi. Tak, ruxsat beraman. Puli ham ko'p bo'lsa, o'zi ham meni sevsin. Rahmat kattakon, Miss Ziyoda. Da, puli ham ko'p bo'lsa, o'zi ham sizni sevsin. Unisi ham bo'lsin, bunisi ham bo'lsin. Qarang, qabul qilaman, tan olaman. Amma jonimni tajribasi edi bu. Menga aloqasi yo'q edi. Har qanaqa holatda aytasiz, boyagi lotereyada yutqizib qo'ydingizmi sizda? Yutqizib qo'yganini ko'rdingizmi kimnikidir yoki pullari ko'p bo'lib, men o'zim pul kurslarimda aytib bergandim. Bitta tanishim bordi, pulni juda ko'p yig'ganda, bolalariga, boshqalarga, hech kimga oyoq kiyimdagi qizlariga olib bermaganda, o'sha SSR payti buzilgan paytda pullar almashgan-ku, juda katta summalar shunday yo'q bo'lib ketganda, hech narsaga arzimay qolgan. O'sha odam bir kunda sochlari oqarib ketgan. Endi siz uning tajribasini siz olsangiz, demak, katta pullarni yig'ish mumkin emas ekan degan narsa menimda qolib ketdimi? Siz aytishingiz kerak. O'sha tanishimning tajribasi edi u. Men uni ko'rdim, o'rgandim. Endi men uni hayotimga kirgizmoqchi emasman. Qabul qilaman.
qaysidir bir o'sha tajribani xotiramga joyladim, piramida sifatida ta'zim qilaman, yo'l ko'rsatishibdi. Ha, demak, pul topaverish kerak ekan, lekin saqlab qo'ymaslik kerak ekan. Ham saqlash ham kerak ekan qaysidir miqdorni, lekin hayotda o'ziga ham ayamasdan ishlataverish kerak ekan, bolalariga ham ishlataverish kerak ekan. Mana shu tajribani men qabul qildim deysizda. Har bir odamning tajribasini yig'ib o'zimizga juda katta blok yig'ib olamiz. Juda katta blokni tashkil qilib qo'yadi. Mana shu yig'ma bloklar hech qaysi sizniki emasda. Qo'yib yuboraman mana shu xotirani deysiz, chunki bu meniki emas deysiz. Siz yashab o'tmagansiz-ku bu xotirani. Sizni hayotingizda hali bo'lmadi. Hali erkak kishi sizni hayotingizda tashab chiqib ketib qolmadi pulli bo'libdi. Lekin siz u xotirani uje oldingizda, siz uje tayyorsiz, pul kelsa eringiz tashab chiqib ketishiga. Mana shu narsalarni bugun sizlar bilan bo'lishmoqchi edim. 1 soat gaplashibmiz sizlar bilan. Jonginam, ha, tushundim endi debsiz. Rahmat kattakon. Javob oldingiz-a? Savolingizga javob oldingizmi, jonginam? Demak, men ularni tajribasini oldida ta'zimdaman. Rahmat kattakon sizga ham. Savolinglar bo'lsa, 1 soat bo'libdi bizani vebinarimizga. Savolinglar bo'lsa, bemalol bo'lishinglar mumkin. Yana bir 10 minutcha savollaringizga javob beramiz. Keyingi vebinarimizda men xudo xolasa sizlarga tekin sovg'a sifatida texnika ulashmoqchiman. Ya'ni mana shu bloklaringizni qanaqa qilib qaysi texnika bilan hal qilasizda. Mana shu texnikani nima qilmoqchimiz? Lekin siz baribir pul mavzusida ishlamoqchi bo'lsangiz, oxirga yetmoqchi bo'lsangiz, boyaga aytganimdek, mendami yoki qaysidir bir ustozdamidi, oxirigacha hal qilib olishingiz kerak. Boyaga aytgandek, Ronaldoni vaziyatiga yetishmoqchisiz, siz farqi yo'q kimda o'qiysiz, qancha pulga o'qiysiz. Biz albatta komandamiz bilan shunaqa niyat qilib qo'ydik. Arzon bo'ladi kurslarimiz hozir. Chunki ommaga biz bilimlarimizni yetkazmoqchimiz, qanaqadir yordam sifatida ko'tarmoqchimiz. Keyin bu kurslarimizni summasi oshadi. Hozir juda minimalniy tarzda. Firibgarlikda tushib qolsa-chi pul debsiz, hozir javob beraman jonginam. Demak, o'sha kurslarimizda aktiv bo'ling. Katta summa qo'yilmaydi, minimalniy qo'yiladi. Oxirigacha hal qilib oling. Bittasini o'shanda hal qilib oling. Psixologda bo'lmaydi. Juda ko'pchilik aytadi, deydi, men hayotimda ko'rgan narsani aytyapman. Masalan, bitta psixolog o'qiydi-da, keyin aytadi, bu yaxshi bera olmas ekan bilimni, men lutchi boshqasini topaman deydi. Kim boshqasida o'qiydi, keyin aytadi, ustozi ekan u, eshitib oladi-da, kim ustozligini, men o'shanda o'qib ko'ray deydi. O'shanda zo'r natija bo'ladi deydi. Lekin men psixolog sifatida men 1 yil davomida ishlamayapman. Shunchaki Instagram, YouTube'larga endi qo'yilyapti bu narsalarda. Qarang. $1000 ga o'qiysizmi? Qarang. Rostdan $5000 o'qib kelganlarni bilaman. Chet elga borib, masalan, motivatorlar bor-ku, bizda ham O'zbekistonimizda bor, milliarderlar bor, to'g'rimi? Juda katta summalarga o'rgatadi ular. Lekin hayotingizga tatbiq qilmasangiz, o'sha boyaga yetgan holatda olib kira olmasangiz, sizda vaziyat o'zgarmaydi. Shuning uchun o'zingizga birinchi maqsad qo'yib olishingiz kerak. Bo'ldi, men pul masalasini ishlayman, oxirigacha ishlayman. Da hal qilib olishim kerak. Hal qilib olish uchun o'zingizga bitta ustoz tanlaysiz, o'sha ustozni mahkam tutasiz. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, yoki men, yoki o'zingiz sevgan, qanaqadir ko'nglingiz tortayotgan bitta ustozni ushlayingda, da konsa etganini olib boring o'shani. Tak, faqat shunaqa qabul qilaman, tan olaman, uni tajribasini deyish yetarlimi? Yoki jarayon davomida ishlanadi, albatta ishlanadi. Miss Ziyoda, qaysi kursda o'qigansiz?
hozir jonim bittasiga javob berib olaylik, keyin u yoqqa ham qaraymiz. Telegram ko'rvaman yozganinglarni, hozir sizlarni ham o'qib chiqamiz. Qizlarimiz iltimos hech kimni e'tiborsiz qoldirmang deyishyapti. Shunaqa mehribon qizlarimiz bor. Keyin ular bilan ham yaxshilab tanishtiraman. Miz Ziyoda jonim, yoza olasizmi? Qaysi kursda o'qigansiz? Yo'q, ustozlarni nazarda tutmayapman, Nasibajon. Hozir uni ham tushuntiraman. Qarang, tekin kurslarida o'qigan bo'lsangiz, qabul qilaman, qo'yib yuboraman deyish bu boshlanishi bo'ladi. Lekin boya aytdim, sizga davomiy tarzda ishlab borishingiz kerak. Agar ularni kurslarida o'qigan bo'lsangiz, meni ham juda yaxshi taniysiz, to'g'rimi? Yo'q, tekin kurslarida yo'qman men. To'g'risi, men hamma kurslarni o'qib chiqqanman, juda ko'p o'zim ustimda shug'ullanganman. E'tibor bergan bo'lsanglar, agar bu gruppamda Baxtli kelajak akademiyasida bor bo'lgan bo'lsanglar, hattoki 4 yil hech qanaqa ma'lumot bermay qo'ydim, hech narsa o'tmay qo'ydim. Nimaga? Sababi o'zim ustimda ishlash kerak bo'lgan. Lekin eng yechimlarini, negizlarini sizga aytibman. Dalshi hal qilishingiz uchun dalshi borishingiz kerak. Sizni savolingiz hozir xuddi shunaqa bo'ldi. Ronaldo masalan zo'r futbolist bo'lgan-ku, faqat yugurganda zo'r futbolist bo'lib ketadimi degandek bo'ladi-da. Psixologiyani o'sha pul yechimini topish yo'llari juda ko'p. Da sekin borasiz. Oxirigacha siz bilan holatingizga qarab ishlanadi. Qaysi narsa sizni to'xtatib turibdi-da? O'sha yechimni borib yechib topmaguningizcha, ungacha sizda million tog'riq chiqadi-da. Men ham shogirdlarimman. O'shanga bormaguningizcha sizda pul hal bo'lmaydi. Bir marta kuch olganingiz bilan ham hal bo'lib qolmaydi. Boyga aytgandek doimiylikni saqlab qolish kerak. Aytaylik 3 oy davomida. Men aytdim-ku, men o'zim o'quvchilarimga aytaman, dopovednovoy ishlash kerak. Oxirigacha hal qilib tashlash kerak o'sha masalani. Nimaga sizni dunyolaringizda pul yo'q? Oxirigacha hal qilib tashlashingiz kerak. U uchun sizga balki kerak bo'lar 1 oy. Vaziyatingiz og'irroq bo'lsa, balki kerak bo'lar 5 oyda. O'zingizga ruxsat berasiz. Mana shu holatim tugamagunicha men do konca ketaman. Lekin yetaman. O'sha narsaga yetaman. Boya aytdim, ichki intizom. Juda katta narsa, juda katta rol o'ynaydi. Ozgina bilim olib ketaverganingizda, lekin o'sha narsani mudom qilmaganingizda natijaga erisha olmaysiz. Nima shogirdlari dars berdi dedingiz, coach berdi dedingiz-ku. O'sha vaziyatni deysizda anglab olasizda, keyin boya aytdim 1 oy amal qilasiz. Keyin amal qilmay qo'yasiz, keyin yana shu holatga tushasiz. Shuning uchun o'zingizga birinchi o'rinda daftaringizga yozib olasiz. Men qizlarga doim aytaman, men shu mavzuda 3 oy davomida ishlayman, lekin qanaqa nom chiqishidan qat'iy nazar, qanaqa og'riq chiqadi pul bilanda, umuman e'tibor bermayman deb bosaman deysiz. Faqat ishlayman deysiz. Mana shunda sizda yechim bo'ladi, tushunarli? Doimiy intizom yo'q debsiz. Rahmat kattakon. Endi Telegramga o'tamiz. Firibgarlikka tushib qolsa-chi pulda degan ekansiz, Najibaxon Sirojevna. Qarang, firibgarlikka tushib qoldingiz, o'g'rilik bo'ldi, hayotingizda yonib ketdi-da, farqi yo'q. Demak, sizda hozirgi holatingizda sizga o'sha pullar kerak bo'lmagan. Sevgida qo'yib yuborishingiz kerak. Men qabul qilaman, mana shu firibgarliklar meni hayotimga kirib kelgani nima uchundir menga kerak bo'lgan. Shu pullar hayotimdan hozircha chiqib ketishi kerak bo'lgan. Shuning uchun mana shu tajribani 100% qabul qilaman deysiz. Demak, o'sha firibgar odamga menga nisbatan pul ko'proq kerak bo'lgan ekan deysiz. Ya'ni sevgida qabul qila olish deb aytiladi bu.
Ya'ni Alloh yaratgan hech qaysi bandasini aybdor hisoblamaslik, ya'ni ular uchun qaror qabul qilmaslik, ularni qoralash bizga emasda, hukm chiqaradigan yolg'iz Alloh. Biz hech kimga hukm chiqarmaymiz. Shuning uchun sevgida qo'yib yuboramiz. Bo'ldi, men roziman, o'sha ketgan pulga roziman. Qancha pulni mendan olib qo'ydi, farqi yo'q. 10 millionmi, 100 millionmi ketdi u pul, lekin Allohning dargohida